Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. Mudish kechida dahshat belgisini berib, zindon eshiklari ochildi. O'lim navbatini kutib yetishgan mahbuslar navbat kimga keldikin deyishgandek vahim tashvish ichida boshlarini ko'tarishdi. Tun qorong'uda kishan ovozi anglandida, "Andin bormislar" degan tovush chiqdi. "G'aynam g'o'y, g'aynam!" deb o'rnidan etilib turgan Qusanning putidagi kishan katqa ilinib, o'ngdisiga tushdi. Shundoq bo'lsimi, tamtilab berib, G'anining bo'yniga esildi. Ikkisi uzun yillar judolashgan qarindoshlardek giralashib ketishdi. Shu oralikda G'anining so'roqdan xiyim xatarsiz qaytib kelganligiga xushal bo'lgan mahbuslar uningdan hol ahvol so'rashga boshladi. "O'zlar kechikkansiri bo'lakchilar qo'rqituvchimisizlar, Batur, mammam" deb ko'ngil etdi qumulluq chorvador. "Bu lomodalardan har balo keldi desizlar, yopirlar" dedi turpanliq dehqon va ayab saqlagan chimaltakdek mo'm shamni yiqib, hijirdagi so'g' choyni G'aniga sunib, ushlab qolgandilar. "Issizlar, palvon!" "Rahmat, Niyoz tog'a!" minnatdorlik bildirdi-da, hijirdagi so'g' choyni dam olmay ichivatdi G'ani va rohatlanib tortdi. "Qorning ochdir" deb latiga yo'gaklik ikki jingmomini do'stining oldiga qo'ydi Qusan. "Qo'shig'im to'q, Qusan. O'zing yegin. Meni so'roqqa tortishdan avval nima uchunkin go'shtga raso to'yg'izishdi. Qayron it" deb pig'in chiqardi og'zini tamshigan Qusan. "Bu makkar Xitoylar og'zimni maylab, yolg'on yovdoq va'dalarni qilib, aldam xaltasiga salmoq bo'lvidi. Menmu bo'sh kelmadim, jumula" deb so'roq jarayonida o'tilganlarni tafsili so'zlab berdi G'ani. "G'anikam, o'g'il bola hemisham bini digiluk" dedi G'anining jur'atiga qoyil bo'lgan xo'tanlik gilam ustasi. 5 yildan beri nima gunoh qilganligini o'zimi bilmay, zindon azobini chekayotgan bu qari hunarvan o'zidan ko'ra G'anining umri zoya bo'layotganiga ko'proq ichinatdi va ba'zida "Sizlar qutulib chiqsizlar, bu kupaylidan o'chimizni ilib bayatilar" deb orzu armonini aytdi G'aniga. "Men bo'lsam yer tagidan quduq ko'lab, karidan suv chiqarib ziroat ko'kartadigan dehqonning biri. Boj-seliq to'lash, g'alla paroq qo'yishdan boshqa nima yomonligim borligini o'zimmi bilmayman. Voy dova" deb siyosiy jinoyatchilar qatorida so'langanligini aytib zarlanatdi turpan dehqoni. "Qo'ysizlar bu kepan o'g'irlarni. Mana menimi Xo'ja Niyozga askar bo'lding degan bana bilan oz to'la milimni tortib olib, muni qorong'u go'ga tashlayotganiga 6 yil bo'ldi, mammam. Cho'cho'rdek 7 balam boshpanasiz qoldi g'o'za." Qumulluq chorvachimi o'z dardini to'kishga boshladi. Bu xil ahu pig'on, dard alam zindonlarning emas, butkul sharqiy Turkistonning bulung pishqoqlarini qoplab, bepoyon o'lka baayni teriklar go'riga aylangan edi. 1934-yili hokimiyat ustiga chiqib olib, 1944-yiligacha qonliq hukm yurgizgan Shengshizayning jallotligi shu darajaga yetgan ediki, qamoqqa ilinganlar har daqiqa qiynash va o'limga mahkum bo'lishini kutadigan. Sirtkilar taqib tahlika ostida erkin nafas ilishdan mahrum edi. Lekin milliy ezish, milliy haqorat va kamsitish, zulm va sitam qanchaki oshgan sari xalqning azguchilarga nisbatan nafrat va g'azbi kundan kunga ulg'ayib, portlash nuqtasiga yetgan ediki, bu portlashga shart sharoit pishib kelyotdi. Zulm girdobida tovlanib, haq nohaqni farq qilish darajasiga yetgan G'ani bo'lsa, erkinlikka, xalq ozodlik ishiga talpinatdi. "Gap shu, qarindoshlar", dedi mahbus yo'ldoshlarining hasratlarini ixlos bilan tingshab. "Biz qanchaki yugosh, itoatman bo'lib bosh egib tursak, bu nafsoniyat jangudilar bo'zaq qilgan jumonglar." U sal o'ylandi-da, ko'ngliga pukib yurgan maqsadini izhor qildi. "Mushu o'ltarganlar va bizga o'xshash minglagan kishilar nim gunoh qilibdimiz? Ya ularning yurtiga kirib,
ularning latxaylarini o'g'irlab chiqdimizmi ha? Qumulgacha piyoda dankan ko'tarib kelib, yerimizga xo'jayinlik qiling, mol mulkimizga igidorchilik qiling. Amdi uni ozdab, zindonlarga solab, surguniga palab, jinimizga qasd qiling. Şumu insopdan bo'ldimi? Shunchima bo'zaq bo'lmizmi? Qarindoshlar, hayvonchig'ida 4 putini bo'g'ib so'ymoq bo'lganda tipirlaydi-ku. Bizni bu qon icharlar hayvonlardanmi past ko'ryapsa, bosh burkib, taqdirga tan berib yetaverimizmi? Bu kechasi hech kim uxlamadi. Mudish zindon dahshati bilan vahim qayg'u girdobiga mubtalo mahbuslar o'z taqdiri va g'ini haqida o'ylashadi. G'ini ularni qorong'ulikdan yo'riqlikqa boshlab mangandek his qilishadi-da, umid yulduzlari qayta yo'rgandek bo'ladi. G'inimu tong otqicha kirpik qoqqani yo'q. Bugun yuz bergan jallodlar boshlig'i Li Yingchi bilan bo'lgan tirkishishni eslaganda vujudini g'azab o'rab, Xitoy hukmdorlariga nisbatan o'chmanligi texmo kuchayatdi. Bularning diginiga ko'nsam, menga xizmat beramisha? Pichirladi u. Li Yingchining taklifini asga ilib, men bu zolimlarga qitilib, o'z qarindoshlarimni azoblaydi ekanman-da. Senlarning aldam xaltanga tushadigan ahmoqini yo'q. Tirik turg'izib so'ysangmi, senlarga bosh egmayman. Lo'jilar. Amdi G'inining ko'z oldidan uni iqror qildirmoq uchun necha kunlab ochliqda muzxonga yalang'och qamaganligi, teniga qizdiqan yog' chechib, tiymoqlarga yingna sanchishqanlari suratlanib o'tishga boshlab, G'ini shurkinib yuragi mujilgandek bo'ldi. Voy, buqinimi chimdab o'ltirdigan azma jangudilar. Aldırmasdan qinimizni pitburglarga, cho'si cho'chunlarga sho'ritib o'ltiramdikina. G'ini paraz qilgandek Uyg'urlar ichiga singib, ularning ujur-bujurni yaxshi biladigan, amdilikda Shingisayning ishonchli tarjimoni va siyosiy taftish hay'atining boshlig'i Liu Bingdi Muhammad orqali G'inining loyiqatini uning o'z doirasidagi kishilar orasida inovatining borlig'ini bilgan Shingisay G'inidan foydalanmoq bo'ldi. Mubodo G'ini indakka kelsa, zindon boshlig'i qilib, qara kuchidan foydalanish bilan billa, asta-asta shu mezgilda eng xatarlik joy hisoblangan Ili vodisidagi inqilobchilarni besish uchun tayanch xodim qilishmo nazarda tutilgan edi. Xitoy amaldorlari bu xil qasdga yetishda o'zlarining odatdagi makkorligi, siyliq suhbat, ondin popoza, yana siyliq suhbat va yana popoza usulini ishga solib beqivdi, hech natija chiqmadi. G'inining irodasini sundurolmadi. Albatta, buningdan bir necha yil ilgirki, chilishda bo'ka, so'qishda gangung, etishda margan va zumigar boylarning milidan cho'to ilib, gadoylarga taqsim qiladigan umuman bangvash, yugansiz G'ini tamoman yangi irodalik G'iniga aylangan ediki, Xitoy shovinistlarining haqorat kamsitishi uning milliy g'ururini uyg'otgan bo'lsa, milliy zulm va tengsizlik ozodlikqa da'vat qilib, xalqning ahu zori kurashga chaqiratdi. Sesiq zindonda chirib yatmay, baxtash tavakkul qilish kerak. Agar hayot qutulsam, menga o'xshash dardmanlarni to'plab, bu zo'ravonlarga Uyg'ur bolasining kim ekanligini tunutaman. Qat'iy qarorga keldi-da, ko'z yumdi G'ini. Bugun 6 kun bo'ldi. G'ini qaytib kamerga kirmadi. Kun o'tgan sari Xao Tanjangning tashvishi ortishga boshladi. Oldingi so'roqlarda munchalik kechikmagan edi-ku. G'inining kechasi hamma mahbuslar uyquga ketgan, zindon ichini mudish guriston jimjitligi bosgan, gundaxonlarning to'mir qalpoqliq mazmut eshiklari taqalib, gundapaylarning mingish turishlari silikkan chog'da, baslik 4 gundapay qo'llarida xozichang, mavzur tutgan holda kirishib, ilib chiqib ketishgan. G'ini gundapaylarning uni oldirtishiga pisangmu qilmay kiyindi. Billa yotgan yo'ldoshlarining ko'nglini tindirmoq bo'ldi ehtimalim. Xap, xuymu tatliq tush ko'ryotatdim. Yana birdam o'yg'atmay tursa, muni chapaqlar ala baytalning qizini ilib qachatdim-da, deb kuldirgan edi. Mana 6 kecha kunduz uni mahbus qo'ldoshlari 4 ko'zi bilan kutmoqda.
kechalari tirik qilgan tovush anglansa, boshlarini ko'tarishib eshikka qarab telmirishatdi. Uningga atab duo tagbir o'qishatdi. Husanning bo'lsa, gilidan hech narsa o'tmay, kechalari michildab yig'laydigan bo'lib oldi. G'inining yo'ldoshi bo'lsang, G'inidek mardan bo'l Husan. G'ini o'lmaydi. Uning o'xshash odamlar oson o'lmaydi, deb Husanga tasalli berdi Xov Tanjang. Rost, dedi turpalliq dehqon. G'ini palvon o'ttin mo'saq chiqadigan yigit tursa, Xudo gundu, u palvon saq bo'lg'ay deslar, dedi Qumulluq. Mahbuslarning hammasi G'inining tiligini tilashdi. Ularning o'y fikri G'inida bo'ldi. Agar parang silishadigan, G'inining yaxshi tarafini qilishadi. O'tmishda, dedi G'inini aslab o'ltirgan kunlarning birida Xov Tanjang, bizning elda o'tgan 108 botur sarkarda to'g'riliq qisi bor. Bularning hammasi mavjud tuzumga, zulm sistemga qarshi turganlar. Shularning biri yo'lvos bilan yakma-yak ilishib, jangal yo'lvosni yengan. Tarixda uni Vusung Dalavxu, ya'ni yo'lvosni yengan Vusung deb ataydi. Men G'inini atoqliq botur Vusungga o'xshataman. Kunlar kelar, sizlar G'ini bilan faxrlanasizlar. Xov Tanjangning gapi tugamay, Gundixona eshigi sharaqlab ochilib, G'inini ishtirib degidek ichkari kirgizib o'tib, qayta qulub silindi. G'aynam o'zini G'inining oldiga otdi Husan. Boshqalarmo eshikka yo'linib, aran oyoq o'ra turgan G'inining atrofiga o'lashdi. Sham bilan G'inining yuzini yo'ritgan Xov. Voy Alloh, deb pig'on chiqardi musulmonlar. G'inining yuzi puchlangan ko'mmi qo'noqdek chavurib ketibdi. O'tqib yerangdigan qapoqlari ko'zini yepibapti. Javg'aylari qasqonlashib, lavlari go'shunidek shalvarab, tili ishib, og'ziga sig'may qapti. Asta yotqizayli, shovshu qilmanglar, yo'ldoshlar, dedi Tanjang. Mahbuslar G'inini yo'lashtirib, o'rniga opirib o'ltirg'izdi. Suv, deb aran un qatdi G'ini. Suv deydi, suv, deb xushal bo'lishdi. G'inining tilga kelganligiga mahbuslar Husan bo'lsa buqildab yig'ladi. Xov Tanjang yostiq qepi ichidan 2 chaqmoq qand elib, suvga aralashtirib sharbat qildi-da, G'inining lavlarini bir qo'li bilan ichib, ikkinchi qo'li bilan sharbatni ichkizdi va choydonda issiq choy bor, darhol hijrga mo'mi to'g'rab evitinglar, bo'linglar, dedi-da, G'inini ko'rpichiga yotqizmoq bo'lib, mursini tutib edi. U ingrab ketdi. Uning kayni badani qizitgan yog' bilan dog'lang'achqa, terisi sho'linib jarohatga aylangan edi. G'inini o'ndisiga yotqizish mumkin emasligini bilgan Xov, o'zining va G'inining yostig'ini ustilab tiklab, uni maydischa yotqizib, qonga bo'yalgan ko'ynigini asta qayirib edi. Ko'mashdak puchlangan tanni ko'rgan mahbuslar, voy xudoyim-ey, deyishib, ko'ngillari chidamay ta'tur qarab olishdi. Hech gap emas, 1-2 kunda sagib qoladi. Bunchalik qiynashqa chidamasa G'ini bo'lamdi. Qani chiyinglar. Xov G'inining holiga ichida ichinsimu, chandur masqa silib, boshqalarga tasalli berdi. Suv, suv. Bu qitim G'inining ovozi tetikrak, unlikrak chiqdi. Odamni qiynagan chog'da darhol tomoq quriydi, tashnalik kuchaydi. 6 kun qiynagan vahshiylar G'iniga bir yutum suv bermedi. Qiynashdan ko'ra tashnalik azobi ig'irroq tuyuldi uningga. Uning tashnaligi qanar emas. Mahbuslarning choydonlaridagi choylar tugadi. Lekin G'ini suv, suv deb yinib talab qiladi. Oxiri uning jini sal aram oldi ehtimalim. Uyquga ketdi. U yana uyqusiz. Uni 6 kun uyqu bermay qiynaganda. Xov Tanjang boshchiligida 6 mahbus ehtiyot uchun so'qishtirib qo'ygan zapaslari quritgan mo'ma, qand, mig'iz qatorliq narsalarni yig'ishdi. Birsidan kichikkina nasval qutisida asalmu tepildi. Buning ustiga qo'shni kamerlarga shartlik belgi berib, ulardanmu may, qand bo'lsa, fang-fung taratga chiqqanda belgilik joyga tiqib qo'yish iltimos qilindi. Bu narsalarning sirtida, dedi Xov, avval G'inini to'yg'izib, ondan o'zimiz tamoqlanamiz. Shundoq bo'lmamdigan Tanjang.
Xavni quvvatladi Turpanliq. Palvandın canını aymaymiz, desiler. Jarahitini çapsanroq saqaytishning amali bo'lsidi. Mening anglashimcha, dedi Turpanliq dehqon. Kichik balaning suydiki kuyukning zahrini tartarmish. Bu teriklar go'rida nadan kichik balani topa olaysan? Südük payda qilsa, cho'ng odamning mo davo bo'lishi mumkin. Sinab ko'rayli, dedi Xao Tuanjang. Shu kechidan tartib parvish boshlandi. Har kuni ikki odam navbatlashib, G'anining qon uyib ishib ketgan putlarini massaj qiladi. Jarohatlarni suydik bilan yuydi. Tamoq yegizidi. Hojatga oparadi. Mehr shafqatdan ortiq shifo bo'lg'aymi? Hamdard yo'ldoshlarining madad bo'lishi tufayli 2-3 kundala aksiga kelishga boshlagan G'ani avval qidakla so'zga kirishib, o'rnidan turib harakat qilishga boshladi. Tenidagi jarohatlar qatishqandek bo'lsa-mu, qimirlasa zingildab og'riydi. Texi o'ngdisiga suvni aylanib yotolmaydi. Yo'q, bu qilg'inglar bo'lmadi. Hargiz yemayman, deb rad qildi G'ani. Xitoylarning Chag'an bayrami munosabati bilan go'shtlik shova bergan kuni 6 mahbus o'zlariga tegishlik go'shtni yemay, uning oldiga qo'ygan edi. Yemisang ranjimiz G'ani, chapsanroq kuchingga kir. O'zing emas, sening kuching bizga kerak, deb so'zining oxirida chiqishdi Xao. Bir yilda bir keladigan chag'anda beradigan go'shinglarni yolg'iz yeb olsam, insofli bo'lmas. Yo'q, meni zo'rlamanglar. Bu go'shtni yesam, o'zinglarning go'shtni yegandek bo'laman, deb qat'iy turvaldi G'ani. Oxiri tartisha yo'ldoshlarining ko'ngli uchun har birisidan bir tishlam eg'iz tegdi G'ani. Ijilliq mehri singan 6 tishlam go'sht 6 qo'y yegandek quvvat berdi G'aniga. Mana biz bir tuqqan qarindoshdek bo'lib ketdik. Bu yerda sening, mening yo'q. Amaldor bilan fuqaro yo'q. Hammamiz tang, inoq. Nimishki shundoq? Dedi Xao va o'z savoliga o'zi javob berdi. Hammamizning dardimi, maqsadimi bir, u erkinlik, barobarlik. Shingisi Xitoy, menmu Xitoy. U hokimiyat ustiga chiqib olib, sizlarni, xalqni izib, qulluq asorati ostida tutmoqchi bo'lyotidi. Men uning tutgan yo'liga qarshi, u mening dushmanim, xalqning qotil dushmani. Kunlar keladi, Shingisiga o'xshash mustabidlar yo'qolib, xalq o'z erkini, ozodligini qo'lga oladi. Og'izlarga moy, Xao Tuanjang. Ozodlik degan o'z-o'zidan kelmaydi, yoki birsi akilib bermaydi. Ozodlik uchun jon fidolik bilan kurash qilish kerak, dedi-da Xitoy Kompartiyasining inqilobiy kurashlarini Sovetlar ittifoqining Gitler fashistlari ustidan cho'qim g'alaba qozonishi va ezilgan ellar o'z erkini tepishi to'g'risida shu ellar qatorida Xinjiang xalqimi ozodlikqa erishishi muqarrarligini so'zlab berdi Xao Tuanjang. Uning deganlarini har kim o'z saviyasiga yarasha qabul qilishdi. G'ani bo'lsa inqilobiy kurashga doir fikrlarni o'zlashtirishga tirishib, o'zini shu kurash qaynimida tasavvur qiladi. U Xao Tuanjangning so'ziga ishonadi. Chunki u g'arazsiz Xitoy, haqiqatchi Xitoy. Hamma Xitoy mushundoq bo'lsa, orada majroning nima kerki? Bir kuni qiziq paranglarni qilishib o'ltirishganda G'ani mundoq dedi. Mushu suydik bilan davolashni to'xtatsak, boshqalarning bir nöri, muno samsaq bilan jusayni to'la yegan adishimiz Xao Tuanjangning suydikiga chidolmadi. G'anining chaqchiqiga hammadan avval Xao qaqoqlab kuldi. Dorining halol, harmi yo'q desilar, shifo bo'lsa bo'ldi, dedi Qumulluq. Meni bovoqni asirganda kech kunduz beshimda turib baqtinglar. Rahmatni navbat kelganda aytarman. Amdi avar bo'lmasanglarmi bo'ladi. Yaxshi bo'lib qoldim. Yana bir necha kun qimirlamay yetishing kerak. Yo'q gapni topmay, biz deganni qilasan, qat'iy dedi Xao. Boshqalar uning so'zini quvvatlashdi. Bir qitim, dedi o'tmishni aslab G'ani. Meni so'lab Urumchiga elib ketayotganda Savan degan yerda tahorat qilib olay degan bahona bilan qo'limni bo'shatgan chirikning konini bo'g'ib yerga urdimda qochdim. Chatqonliq yaqin edi, lekin uningga yetkicha qarg'ay soyasida aram ilib yetishgan ikki chirik tuyib qilib o'q etishga boshladi. Bir o'q so'l putimning bo'ljun go'shiga tegib yiqildim. Shundoqdimi
to'rt oyoqlanib minib chatqonliqqa kirib oldim. Xumparlar topolmagandu? So'radi Turpanliq. Topolmadi. Qarong'udan nadin topsin? Xudo gundu o'zi saqlabdi-da. Yinik tiniq oldi Qumulluq. Ammo o'mila qansirab yetib qaptiman. Qancha vaqt yatdimkin, ko'zimni ochsam tong yorib qapti. O'q tekkan putum o'zimning emasdak uyushib qapti. O'q tegib chiqqan tarafga sangilab qolgan bo'ljun go'shni yulib ilivettimda chapanning paxtasini ko'ydirib, qon tamchirab turgan jarohatning og'zini yipib, ko'ynigimning bir yengini yetib olib, mahkam tangdim. Voy tova, bandining beshiga kelmaydigan yo'q-da. Tang atsa chiriklar qon izini qo'g'lishib kelishi aniq. G'uli bilakdak yulg'unni hosil qilib minib baqdim. O'q tekkan put latidek so'rilib minishqa bo'lmadi. Yana to'rt oyoqlanishqa to'g'ri keldi. Shig'il tosh, tikan qiyindilari olqonlarimni qiyma-chiyma qilibatdi. Shundimi tishni tishqi bisib, olg'a siljidim. Yer jahon yo'rug'icha Manas daryosining bo'yiga kelib qaptiman. Suvga tushdimda o'zimni iqin ixtiyori qo'yib berdim. Cho'kib ketmadilma palvon. Suvda biliqdek o'ynaydigan hunar bor-da. Voy tova. Shu oqqinimcha ikki yo'lchi yerga berib, qilin qo'moshliq ichiga kirib oldim. Amdi meni osmondagi Allohdan boshqa hech kim ko'rolmaydi. Iliqi Nuzugum degan xotinmi qo'moshliqqa mo'kingan-ku. Shuni desizlar. 10 necha kun qo'moshliqda makonladim. Voy, och qolmadilmi? Tashvish ara so'radi Turpanliq. Bizdek hunarjiq o'g'il bola och qolamdigan, Niyoz tog'a, dedi G'ini. Qo'moshliq orasidagi ko'lchaklarda biliq degan mig'miq o'tqa qaqlab kavob qilsa, Sulaymon poshami undoq lazzatli tamoq yemagandu? Jarohating-chu? So'radi Xov. O'q tekkan jarohatni dog'lasa, zaxma kengaymaydi deganni sizlarga o'xshashlardan anglag'anim bor edi. Biliq yig'ini o'tda rasa qizitib, jarohatning cho'risini qayta dog'lab berdim. Degandek og'riq pasaydi. Jarohatning og'zi putishga boshladi. O'zlar taksiz odam emas jumuslar, dedi Qumulluq chorvachi. Sizlar bekorlar uchamga o'z qilib avar bo'lg'icha dog'ilsanglar bo'ladi, deb parangning ayg'ini chaqchaqqa o'rdi G'ini. Shu kechasi G'iniga qarash Xov Tuanjangning navbati edi. Avvalgi kunlari xili obdan uxlaydigan G'inining shu kechasi uyqusi qochib, xiyallari chechilang'u, parishonlik besib olgan. Nemishga uxlamaysan? Pig'on chekib qolding-ku. Tinch uxla. Asta pichirildi Xov, boshqalarning uyqusiga daxl yetkazmas uchun. Judonim tutib turdi. Rastla, keyingi so'roqda nima gap bo'ldi? Hey, Xov Tuanjang, aytib nima qilay? Aytqining yomon bo'lmas. G'ini bir oz jim yotdi-da, dedi. Biz deganga ko'nmasang, 70 pushtingni qo'ymay solaymiz deyishdi. Ishib ketgan razillik. Qiynab azoblashdan ko'ra ko'ldirlatmoq bo'lg'ini alam qildi-da, bu gazandilarning. Shunda tüp maqsadlar nima ekan? Ularning digini ko'nsam, alaytan uy-joy, mashina bermoqchi, degan qizimga o'ylamoqchi. Ha ha ha. Asabiy kuldi G'ini. Asta. G'inining og'zini qo'li bilan yepib oldi Xov. Qiziqarli taklif ekan. Sen nima qilib berdikansan? Men Liu Bingdining yordamchisi bo'lib, Gundupaylarning boshlig'i bo'lg'adakman. Tfi, ifloslar. G'ini chidamay o'rnidan turmoqqa tamshilishiga Xovning qo'li uning mursiga tegdi va hilimlik bilan yavash, dedi Xov. Topgan odamini qara. Ular hamma odamni Liu Bingdiga o'xshash vijdonsiz sotqin ko'ramdikina. Xap, munu kasofat kishanlar kashla bo'lmaganda Li Yingchi degan paqaboshning xamarini cho'gib etdim-da. Shunda qo'l so'zishimga necha gundupay yepilib yana qiynashga boshladi. Li Yingchini o'ltirganing bilan zamon o'zgarib ketmaydi. Bu zamonda qara kuch emas, aql farosat yengidi. Xov Tuanjangning so'zini yon tamning shartlik chekilishi uzvatdi. U ildam tam bulunga berib, javoban tamni to'qildatdi. İkki taraf shartlik belgilar orqali tam chekib so'zlashadigan. G'ini savotsiz bo'lgani uchun bu tariqa muhim vositadan mahrum edi.
u savodsizligiga o'kingan holda o'qimagan odam tungliksiz o'y degan tamsilni esladi. Qo'shni kamirga sening yurtlig'ingdan birsini yo'tkapti, dedi qaytib o'rniga o'ltirgan xov. Ismi balki tunarman. İsmini aytishmidi. O'zi g'uljilik ekan. Qandaq yangiliklarni biladi ekan. Solash, qamash texmo avjiga olgan. Bu amdi belgilik ovqat. Eng muhimi ilixo atrofida qandaqdir qurolliq zivozlar paydo bo'lgan. Bilamsan, g'ini, bu intayin muhim xabar. Xap, sirtda bo'larmidim. Kimlarki ha? Tavrangan g'ini bu qitim jarohatining og'rig'iga qaramay qo'zg'aldi. Uni aran joyida yotqizgan Xavtvanjang so'zini davom qildi. Ikkinchi xo'sh xabar, dedi u. Gitler qaroqchilarini Sovetlar elidan surib chiqargan Qizil armiya hozir Germaniya tavasida jang qilmoqda ekan. Demak, g'alaba yaqin, ozodlik yaqin. Ana shu ozodlikqa moslashib harakat qilish kerak. Uqdingmi, inimg'ini? İki zindan do'stlar kurash yo'lini izlagandek, ozodlik rejasini tuzgandek, xila uzun vaqt jimib qilishdi. Xitoy Qizil armiyasi sepida yurib, Yaponiya bosqinchilari va Jankayshi qo'mondonchilariga qarshi janglarda pishqan tajribali kommunist Xao Tuanjanga kurash nishoni belgilik. U Xitoyda sotsializm g'alabasi uchun kurashdi va yana ko'rishidi. G'inichu u qaysi tuzum uchun kurashmoqchi? Iqror bo'lish kerakki, uning aniq g'oyivana kurash nishoni yo'q. Ammo u xo'rliq, zo'ravonlikqa, tengsizlikka qarshi o'zi yeri qutlug' ilidan Xitoy mustamlikchi o'g'irlarni qo'g'lab chiqarish, o'z vataniga, o'z xalqi ega bo'lish, haqqoniyat uchun kurashidi. Bu uning qat'iy qarori, hayot yo'lida muqimlashgan muqaddas vazifasi. Gundixona eshigi sharaqladi. Xov darhol o'rniga yetib oldi. Eshikni ichib kirgan Gundipay qo'lchirg'i bilan kamera ichini yo'ritib, bulung pishqoqlargacha sapsilib chiqqandan keyin "Xov, chili!" deb vaqirdi. "Nima deysan?" Xov attay erinib bosh ko'tardi. "Shu shingli", dedi Gundipay. "O'rin ko'rplarini yig'ishtir" deganlik kamirdan kameraga yo'tkash yoki tamamen elib chiqib ketishning belgisi edi. Umuman Shingsay jallotlari mahbuslar uzunroq billa yetishsa til beriktirdi deb hisoblasa kerak. Mahbuslarni pat-patla almashtiradigan va bu ishni asabga tegib doim kechalari uxlayotganda ishlashadigan. "Xo'sh, yo'ldoshlar", dedi kudak ko'psini tangan Xov va eshik oldida to'xtab, "G'ini" deb chiqib ketdi. Uning bu ayrimcha xitobini "Meni unutma" deb tushundi G'ini. Shu kechada bir necha soat Gundixona eshiklari ochilib, yepilib, dahshat belgisini berib turdi. Xao Tuanjani boshqa zindonlarning biriga yo'tkidimi yoki pat-patla bo'lib turadigan Yapao Chingunga etishga ilib ketdimi, hech kim bilmaydi. Xitoy amaldorlariga tamoman o'xshamaydigan xushbil haqqoniyatchi Xao Tuanjangdan ayrilgan 6 mahbus cho'nqur o'kinishdi. Xususan, ishonch bog'lagan Xitoy do'stidan ayrilganligi G'iniga ig'ir tuyulgan edi. Davomi bor.